Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, YouTube ishqibozlari. Mana gilamlarda metr kvadratini necha puldan deb o'ylaysizlar? 1 kvadrat metri atiga 41900 so'mdan ustoz o'tirib olganlar ustiga. Mikrofon. Hop, biz mana dekorativniy qo'yganmiz, e'tibor berib ko'rayotgan bo'lsalaring. Mana shu bizga tortyapti hozir. O'rtaga avelniy qilib dumaloq qilib berishar ekan. Dumaloq qilib qirqish, atroflarini tikib berish, borib o'lchash. O'zlari ichidagi endi Abdurahmon o'zi gilam sohasida ishlagani uchun o'zi o'lchadi, o'zi narsalar qilib hisobladi. Hozir o'lchatamiz deb turibmiz. Avalni qilib solamiz deyapmiz. Masvet menimcha shu eski nimaga tortyapti. Nima deydi? Eskilik bor-ku, o'shanga. O'shanga tortyapti. Qadimiy gilamga tortyapti. Bundan tashqari mana gilamlari yoqdimi ustoz? Gilamlar narxi juda ham ma'qul, 41900 deyishyapti. Bunaqa eng nimasi, yupqasini. Shunaqa. Xo'p, bundan tashqari mana bu poloslaringizni agar olib solaveraman, rangi yoqadi desangiz, bilasiz, bu xizmatingizni qilaveradi. Qilib, aqlga o'tkazib yuboradi. Mana ular necha pul? 3D toshbaqami bu? Arzon ekan, 119 mingmi? Qani. Yaqindan ko'rsating qani. Meta alohida yo'q, mana yerda alohida gul ekan. Bular ham hozir o'zi skidkadan oldin necha pul edi? 165 ming edi. Hozir 40 ming, 45 ming arzon tushyapti. Qancha arzon tushyapti? Kvadratidan, har kvadratidan. Har bir kvadrat. Mana u yashilichi? So'riga solganimizda. 96 mingdan. Voyda, o'ta arzon. 140 ming sotilgan. 140 ming sotilgan. Mendan ko'ra shu yaxshimi? Qaysi? Mana uni ashini solaylikmi? Yashil boshqacha turadi. Kvadrat 99 mingda buni. Narigini metri 123 ming. Buni 1 metr. Kvadrat. Narigisini kvadrat 99 ming. Mana uni 1 metri 123 ming. Mana qimmat tushib ketadi-da. Qimmat tushib ketadi bu. Ha, bo'ldi. Fikrimizdan aynimaymi, chalg'iymi? Mana mo'lar ham o'sha qalindan ekan. Bular ham arzon-a? Bularniki 85 ming sotilgan, hozir 65 mingdan kvadrat. Foyda qilyapsizlar. 65 mingdan. Ha,